Xo'p, aka bo'lmasam nima qilaylik? Aha. Bizni obunachilarimiz uchun narxlarni xo'p aytmadik. Ularga ham qiziq bo'ldi degan umiddaman. Shuncha ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, hurmatli bizni obunachilarimiz, ya'ni oilamiz. Hozirda spanli garniturlar olamiga kelganmiz. Ustakamiz o'zi bilan ma'lumotlarni berib o'tamiz. Ungacha videoda o'tkaza olmaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Bizning kanalimizdan hamyonbop turdagi mebellarni xarid qilishingiz mumkin. Videomizga bitta like tugmasini bosib qo'ying. Xudo xolasa hozirgi beriladigan ma'lumotlar sizga foydali bo'ladi va bularni ko'rib olgilaringiz ham keladi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqarasiz. Ustaning o'zining nomerlari. Xo'p, bo'lmasam biz boshladik. Assalomu alaykum aka, yana bir bor. Rahmat, Allohga shukr. Xo'p, manzilimizni aytib o'tsak. Manzilimiz Andijon shahar Sharxonda yo'li, Kurgovoy, Baxt Kalsovoydan yonidan kirganda shahar ichib keladigan bo'lsanglar, agar vodiy bo'ylab keladigan bo'lsanglar, Sharxonda yo'lda o'ng tomonda keladi, svetoforga yetmasdan. Mebel markazi. Mebel markazi shunaqa. Xo'p, mana endi ishlarimizga keladigan bo'lsak, bu tomonda ishlarimiz high-technic uslubda qilingan, bu tomonda ishlarimiz esa zamonaviy shohona uslubda qilingan ishlarimiz ko'rishingiz mumkin. Birinchi bo'lib high-technic uslubdan boshlaydigan bo'lsak, mana matraslari ikki tomonlama bo'ladi, 23 qatorli, sifatli. U tomonni ham, bu tomonni ham ochib ko'rsanglar bo'ladi mana. Taylari mexanizmdan ishlangan. Taylari polniy sondig'i. Aha. Polniy sondig'i mana. Ko'rishingiz mumkin. Laminat. Bularimiz laminatdan bo'ladi. Sifatli laminat, rostki laminatni ham yaxshisi. Buni keyinda silab ko'rishingiz bo'ladi. O'z bundan sifati. Keyin chekalari polniy kromkada ishlangan bo'ladi. Stanoyda bosiladi. Ishlari ham PVH qilingan. Oyoq tomonlari 2 qavat qilib e'tibor bilan ishlangan bo'ladi. Har bir chekalari, choklari bir-biriga tekis qilib ishlangan. Keyin mexanizmlarga e'tibor berasiz. Sifatli mexanizmlar qo'yiladi. Ularni har bittasi 120 kilodan ko'taradi. 120 kilodan, ya'ni bu degani bemalol ikkita odam 280 kilo bo'lsa ko'taradi. Anchaga 3 yilga doim xizmat qilib beradi. Matrasda o'ziga 5 yil garantiya beriladi. Matrasda Alo Mebel degan Zelnomosti akamiz chiqarib beradi o'zimiz aka. Xo'p, ana endi buni bosh tomoniga o'tadigan bo'lsak, bosh tomonda ikkita tumba bo'ladi. Ikkita tumba ajraydi. Xohlasangiz boshqa joyga qo'yib olsangiz ham bo'ladi. Bosh tomoni ham 2 qavat bo'ladi tepalari. Bu yerlari mo'shi material, bu yerlarga ayna ishlatganmiz. Hali paton emas. Patonni bilsangiz, qishda, yozda, sovuqda ko'chib ketish ehtimollari bor. Artganda chizilib ketadi, ashtamonlari bor. Ashtaga narsalar bo'lmasligi uchun biz ayna ishlatganmiz. Aynada ham mustahkam qilib qatirilgan. Xo'p, ana endi tumbalarni polkalariga keladigan bo'lsak, tumbalari mana ochiladi, ichlari mexanizmlari ishlangan. Ular ham vakuumdan ishlangan. Vakuumli qilib ishlangan. Ana endi trimosi. Trimosi buniki high-tech bo'lgani uchun oshcha majmua narsalar ishlatmaganmiz. Yiltiran narsalar ishlatilmagan. Buni ham ko'rishingiz mumkin. Ichlari mana polniy qizil barqutdan qilingan. Hali tilla, olmos buyumlar shilinib ketmasligi uchun e'tibor berib qilingan. Buni ham chekalari polniy PVH, hamma yo'g'i stanoyda bosilinadi. Ruchkalari ham temirdan bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Hatto ayollarga dovur temirdan ishlatilgan. Temirdan, har bir polkasiga vakuumli ishlatilgan. Ko'rishingiz mumkin. Qo'yilgan. Judayam zo'r. Ana endi 3 ga bo'linadigan shkafimizni ko'rsatib o'tsak bo'ladi. 3 ga bo'linadigan shkafimizni chuqurliklari atrofdagidan ko'ra chuqurroq qilib ishlangan, ya'ni qishki kiyimlarga mo'ljallangan bo'ladi. 50 sm, 55 sm bo'ladi. Atrofda 50 bo'ladi. Bizgina uchalasi bir xilda 50 sm dan qilingan. Bu tomon jenskiy tomoni uzun ko'ylaklar uchun, kurtkalar uchun mo'ljallangan. Buni ham ruchkalariga e'tibor berishingiz mumkin, temirdan bo'ladi. Temirdan. O'rta qatoriga keladigan bo'lsak, o'rtasi polkali bo'ladi, tepasida seyfi, ichida mexanizmlari mana ichki kiyim naskiylar uchun mo'ljallangan g'aladonlari bo'ladi. Osha-moshalarga e'tibor berib qo'yaverasizlar, 5 tadan bo'ladi. Xo'p, kromka ichkariga ham bosilgan ekan. Albatta, shunaqa. Aka, shuni aytib o'taylik, aynan menga kerak emas deydigan bo'lsa, boshqacha faslda beriladi. Albatta. O'zimiz ustamiz, sizlar qanday xohlasanglar shu zakazga qilib beramiz. Bu tomonni ko'rib turganingizdek murskoy tomon, mana bu shimlinadigan mexanizmi kirib chiqadi bu ham. Hali stroyga akalar bor, o'zi ham dasturni akalar, dazmollangan shimlar kiyman deganlar. Shunaqa. Juda ham zo'r. Ularimiz xo'p, razmerlariga keladigan bo'lsa aka. Razmerlarimiz, shkafimiz 240 ga 210 bo'ladi, trimoyimiz 130 bo'ladi. 130. Spalniyimizni matrasini o'zi 220 ga 170 bo'ladi. Bosh tomoni utumbani chekasidan butunmani chekasigacha 170 bo'ladi. High-tech uslubimiz shunaqa. Xo'p, buni o'zini alohida qancha bo'ladi razmeri? Spalniyda o'zi. Spalniyda o'zi banonga 50 sm dan chiqaraverasiz bitta tumbaga. Ya'ni 1 metr
1.70 bo'ladi, 2.70 bo'ladi, 1 metr chiqaraveramiz. 1 metr chiqaraveramiz. Buni alohida 1.70. qo'yib boshqa joydan ham foydalansa bo'laveradigan bo'ladi. Shunaqa. Juda Xizmatlar ichida qilib ham kelishaveramiz. materiallarning rangi o'zgarishi ham mumkin aka. Materiallarimizni Bunisi nima mana bu deysiz? yerda ko'rib turgan materiallaringizdan qilib berishimiz mumkin. Mana Aha. moshi materiallar ham bor, mana bu paxtadan ishlangan materiallar ham bor. Endi ayollarimizga deylik, Aha. ularimiz endi bilamizki, pardalarimiz ilib ketishadi, gilamlarimiz o'zlari tanlab qo'yishgan bo'ladi. Shunda mebelni rangi yoqmasa boshqacha ham qilib bera olamiz. Ya albatta. O'zimizda ishlab chiqarish, sex o'zimizda. Misol uchun oq, ya'ni o'zlari xohlagan svetda Shunaqa. chiqarib beramiz imkon qadar. Albatta, qo'ldan Judayam kelgancha mana shu yerda mebelda qanaqa rang bo'lsa, hammasini chiqarib berishga harakat qilamiz. Juda ham zo'r. Xo'p, ma'lumotlar yoqayotgan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yinglar. Xo'p, keyingi dastlabki ishimiz aka. Xo'p, keyingisi shohona fasonda ishlangan bu modelimiz. Bunisini matrasi bir tomonli hozircha, lekin zakazga qilsanglar, buni o'zgartirib ham berib olamiz. Buni ham taylari ochilinadi. Ya'ni Mexanizmli bo'ladi. bu degani qismi sondiq. Sondiqda o'rniga sondiq. Qishki, yozgi kiyimlar bemalol sig'ib Bemalol ketaveradi. taxlab qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Shunaqa. Judayam Buni zo'r. ham laminatlari poni laminat qilganmiz. Oddiy Aha. DP yo displey qo'yib qo'yilmagan. Hozirgi paytda shunaqa ishlar ko'payib ketganda. Buni pol qismi nima aka? Buni pol qismi o'zi bo'lmaydi. Hop. Hozir bu paddonda turgani uchun oq ko'rinyapti. Aha. Lekin biz mayriya qilib qo'yganmiz oyoq tomoniga. Unali Ha. ugonini chiqarish uchun Ha, chekalarini. tushunarli. Men buni tagiga debman haydayf ishlatib yuboribsizlarmikin debman. Yo'q, zakazga lekin qilib berilaveradi. Qilib berilaveradi. Albatta. Juda ham zo'r. Buni trimosiga keladigan bo'lsak, buni trimonlari anaqa sensorli bo'ladi, 3 xil svetda yonadi, ko'rib turishinglar mumkin mana. Soatlarini ham ko'rsatib turadi. Albatta, soat abogreflari bor, hali issiqda terlamaydi. Xonada baribir pechga yaqinlarda hozir qish paytida, To'g'ri. o'sha paytlarda buni ezib qo'ysangiz terlamaydi. Keyin ham bitta funksiyasi buni pasayib baland deydi, mana ko'rib turishinglar mumkin. Ha, nuri pasayib baland. Shunaqa. Juda ham zo'r. Menimcha boshqa joylarda men buni ko'rmadim. Xo'p, Ana endi buni Trimosiga ustiga keladi. keladigan bo'lsak, trimoyimiz usti aynakdan bo'ladi. Mana bunaqa qilib ochishingiz ham bo'ladi. Hali artib netkani. Buni aha. ham ichlari poni barkutdan ishlangan, tilla o'zi zira olmoslar uchun, boya aytganimdek shilinib ketmasligi uchun. Xo'p, aynayimiz qancha millimetr bo'ladi aka? Bu aynamizni millimetrini to'g'risi men ham naqmaganman. Ha, Telegramdan yozsa. Telegramdan yozsa o'zi qalaman qilib beramiz. Xohlasanglar bu yerga polniy laminat ham qoplab bera laminat ham olamiz. qoplab beramiz. Buni ham Juda zo'r. mexanizmlariga keladigan bo'lsa, chekkalariga e'tibor berishinglar mumkin. Yaxshi mexanizmlardan ishlatganmiz. Mhm. Ko'rib turganingizdek mana ochilib zo'r. yopilishlari vakuumdan bo'ladi. Ham vakuum sham. Ichlari polniy polka bo'ladi, mana qarashinglar mumkin. Ishlarida ham Kronka polkalar bosilgan bor. ekan. Juda ham zo'r. Demak, bir-birlariga qo'pollik qilsanglar ham hech narsa bo'lmaydi. Shunaqa. Xo'p, tumbalari, Tumbalari, kuylari. Bu ham moshi materialda ekan. shunaqa. Buni ham kalla tomonlari ajraydi mana. Aha. Svetiniylariga kelsak mana 3 xil svetda yonadi bunikini ko'rishinglar mumkin. Juda ham chiroyli. Buni ham Yoqayotganimiz bitta like tugmasini bosib qo'yinglar. polkalarini ko'rishinglar mumkin. Bu yerda ham polkalari bor. Aha. Baribir bu yerga ham tunda yotganda bu narsalar qo'yib qo'ysak bo'ladi. Xo'p. Svet mononi, misol svetni boshqacha fasondagisini ham qo'yib bersak bo'laveradi. Shunaqa albatta. Sizlar xohlagan turdagisini qo'yib beramiz. Xohlasanglar buni o'rniga telefonlarda zaryadka suqqani sharoitlar qilib ham Sharoitlar qilib beriladi. beraveramiz. Juda ham zo'r. Buni ham bosh tomonlariga kelsak, bosh tomonlari moshi material bo'ladi. Aha. Ko'rishinglar mumkin. Bemalol Ishlari yuvib machalkali. artib ishlasangiz bo'ladi. Ishlari machalka. Juda ham zo'r. Ana Aka, endi- bundan tashqarida yakka spanellar so'raganlar uchun yakka spanellarimiz ham bor. Ha, albatta. Yakka spanellar xuddi shuni birga-birini yakka qilib ham qilib beryapmiz. Xohlasa haydash uslubida, xohlasangiz bu shohona uslubda qilib beramiz. Ularni buyurtma asosida qilamiz. Razmerini ham o'zi aytishi mumkin, yo'qsa o'zi общий bo'ladigan bo'lsa 90 dan qilinadi. 90 ga 220 qilib standart uslubda qilinadi. Juda ham zo'r. Xo'p, alohida matras so'raganlar uchun buni ham yo'lga. Ha, albatta. Ko'rsak Matraslarimiz haqida yana tanishtirib o'tsak, mana matraslarni ko'rsatsangiz, mana bu yerda ko'rib turgan matrasinglar, mana bunisi $200 matrasimiz bo'ladi. Bu yerdan sifatini ko'rsa bo'ladi, ha? Shunaqa. O'zi yonboshda mana bu ko'rinadi ko'rinishi, lekin Aha. ichkarisida sifati bor. Mana. Bu $200, bunisi $100 matrasimiz. Bu yerda ko'rib turganingiz 1 million so'm, eng tepasidagisi 1,5 million so'mlik polniy machalkadan ishlanadigan matraslardan bo'ladi. Juda ham zo'r. Ularni ham sifatga qarab sotib olishinglar mumkin. Juda ham zo'r. Zakazga ham olib borib yetkazib beramiz agar matrasni alohida o'zini so'rashsa. Xo'p. Razmerlariga
keladigan bo'lsa yoki. Buni razmerlari, buni bosh tomoni u tumbadan bu tumbagacha 275 bo'ladi. O'zimda ko'rib turgan bo'lsangiz, high-tech uslubimdan ko'ra sondig'i ham ancha balandroq. Sondig'i balandroq ekan. Buniki 40-45 qilsak, buni 50 lar qilib qo'yganmiz buni. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r. Xo'p, Buni trimosiga oynasi boshqacha ekan. Bu razmeri qanaqa bo'ladi? Buniki 1.35 bo'ladi. Narigin trimos 1.37, buniki 1.35 bo'ladi. 35. Bo'ylari-chi? Xo'p. Bo'yini necha kilo ekan? 1.80 mayli. Xo'p, shkaflarga keladigan bo'lsa, 3 ga bo'linar ekan. Shunaqa. Bu qismlari temirdan ishlab berilgan dedingiz. Ha, ruchkalari temirdan. Bu ham narginga o'xshab bir xil. Ayollarga o'rtasi polkali, seyfli, tomoni erkaklarga. Muskoy tomoni. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Shkafni o'zini ham hammasini alohida ham sotaverasizlar, zakaz ham. Alohida albatta. Shkafni o'zini ham, trimod o'zini ham, spalniyni o'zini ham. Hozirgi turda shunaqa. Keyin ko'p ko'ryapmiz, oyoq tomoniga sofa ham qilib berishyapti. Ha, uni ham shuni aytish esimdan chiqibdi. Sizlar tomoninglardan yo'qsam o'zimizdan kelib, bizdan sifatli mana shunaqa mahsulotlar sotib olayotgan klientlarimizga yana ham klient topib olishga, hali baribir bitta odam yo'qsa akasi yo ukasi uylanayotgan bo'lsa, yana baribir ikkita qilib olaman deydi, yo'qsa yana bir qarindoshiga olaman deydi. Shunaqa odamlar uchun bitta prizimiz bor. Oyoq kiyim teradigan prizimiz bor mana. Ha, oyoq kiyim polkalarimiz. Ha. Bu bonus, ha? Bu bonusi. Bu bonusi. Bizni obunachilarimiz uchun va ikki bora xarid qiladigan odamlar uchun. Shunaqa. Qo'shib beriladigan tekinga. Bu ham albatta materiallar qanaqa? Laminat bo'ladimi? Laminat bo'ladi. Yaxshi sifatli laminatdan, ichlari poni PVH, kromkalari ham stanovda bosiniladi. Ko'rishingiz mumkin buni ham. Eshiklari vakuumdan bo'ladi. Vakuumdan. Bunisi ham. Albatta. Ikkalasi ham bir xil. Buni ham olaman desanglar, hozir tashqarida $50 ga olasizlar. Shunaqa. U prizini qo'shib beramiz shu komplektda. Xo'p. Juda ham zo'r. Xo'p, aka, bo'lmasa nima qilaylik? Aha. Bizni obunachilarimiz uchun narxlarni xo'p aytmadik. Ularga ham qiziq bo'ldi degan umiddaman. Shuncha ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Bizni obunachilarimiz uchun, misol uchun, vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib berish ichida qancha bo'ladi? Bunisi-yu bunisi. Shohona uslubdagi fasonimizni sizlar uchun, sizlarning obunachilaringiz uchun 13 million so'mga beramiz. Olib borib o'rnatib, yetkazib beramiz. Vodiyda qaysi joydan bo'lsa ham. Albatta, shunaqa. Juda ham zo'r. High-tech uslubimizga keladigan bo'lsak, buni 12 million so'm qilib beramiz. 12 million so'mga Farg'ona, Namangan, butun vodiy bo'ylab o'rnatib berish ichida. Albatta. Juda ham zo'r. Menimcha zo'r shans. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, shoshilib qolinglar. Xudo xolasa bu turdagi ishlarimiz uzoq turmaydi. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like tugmasini bosib qo'ying, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna tugmasini ham bosib qo'yishni so'rab qolamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.